Ko'zingizga qaramaysizmi? Sizga nima bo'ldi aka? Yuragim qisib qoldi. Turing. Hamshira, tez xonani tayyorlang. Tezroq. Yo'ldan qochinglar. Sizga mumkin emas. Doktor, mana kelgan yigit qayerda? Ketib qoldi shekilli, lekin vaqtida olib keldi aka. Tuzalib qoldingizmi aka? Kecha qayerga ketib qoldingiz? Sizni qidirmagan joyimiz qolmadi. Lekin men bergan mebellaringizni tekinga ola olmayman. 6 oyda pulim bo'ladi. Singlimga olib berayotgandim aka. Nima deganingiz uka? Qiyin holatda yordam berib hayotimni saqlab qoldingiz-ku uka. Orzu mebellar uyidan bu mebellar sizga sovg'a. Rahmat aka. Unutmang, hech bir yaxshilik javobsiz qolmaydi.